Sharq tabobatida Ibn Sino ta'limotida inson tanasida 4 ta asosiy xilt suyuqlik bor deb qaralgan. Agar bu to'rtovlon o'z muvozanatida va me'yorida bo'lsa, inson sog'lom. Agar birortasi buzilsa yoki ko'paysa, kasallik kelib chiqqan. Birinchisi qon, ikkinchisi safro, uchinchisi savdo. To'rtinchisini bilsangiz, kommentariyaga belgilab videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'ysangiz, keyingi videoda men bu 4 ta xil to'g'risida to'liq ma'lumot beraman. Siz esa kasalligingizni tushunib, osongina davolab olasiz. Sharq tabobatida Ibn Sino ta'limotida inson tanasida 4 ta asosiy xilt suyuqlik bor deb qaralgan. Agar bu to'rtovlon o'z muvozanatida va me'yorida bo'lsa, inson sog'lom. Agar birortasi buzilsa yoki ko'paysa, kasallik kelib chiqqan. Birinchisi qon, ikkinchisi safro, uchinchisi savdo. To'rtinchisini bilsangiz, kommentariyaga belgilab videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'ysangiz, keyingi videoda men bu 4 ta xil to'g'risida to'liq ma'lumot beraman. Siz esa kasalligingizni tushunib, osongina davolab olasiz.